O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi faoliyat yuritayotganiga 30 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Fintex va sun'iy intellekt davrida barqaror moliya, bank va moliya tizimlarining kelajagini o'zgartirish mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. 1996-yil O'zbekiston o'zining iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash va jahon moliya hamjamiyatida munosib o'rin egallash uchun dadil qadam tashlayotgan paytlar. Ayni shu davrda Respublika Bank Moliya akademiyasiga asos solindi. Dastlab ikkita yo'nalishda bilim bergan akademiya o'tgan 30 yil davomida zamon bilan hamnafas bo'lib, 12 ta mutaxassislik yo'nalishiga kengaydi. Ayni paytda ushbu akademiyani tugatgan 15 mingdan ziyod mutaxassislar davlat va xususiy sektorda ishlab kelmoqda. O'tkazilgan yubiley konferensiyasi akademiyaning bosib o'tgan yo'li, erishgan yutuqlari va istiqboldagi ustuvor vazifalarni muhokama qilish uchun muhim maydonga aylandi. Bank Moliya akademiyasi 30 yil davomida bosib o'tgan qadami, uning xalqaro aloqalari, uning bank tizimi, moliya tizimi, soliq tizimida barcha shu akademiyani bitirgan talabalarning hozirgi kunda o'z o'rnini topgani bu juda quvonarli holat. Shu bilan birga Bank Moliya akademiyasi bizning tashkilotimiz O'zbekiston Respublikasi Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi bilan birga o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi hamda Bank Moliya akademiyasi yangi qadam bu O'zbekistonda xaridchilar maktabi, davlat xaridlari maktabini tuzishda o'zining yordamini, o'zining hissasini qo'shishiga birinchi qadam deb o'ylab qolamiz. Mazkur anjuman nafaqat erishilgan natijalarni sarhisob qilish, balki yangi strategik yo'nalishlarni belgilab olishga xizmat qildi. Unda xalqaro ekspertlar tomonidan dolzarb mavzularda ma'ruzalar taqdim etildi. Xususan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda raqamli moliya xizmatlarining aholi farovonligiga ta'siri va Fintex yechimlar orqali moliyaviy inklyuzivni kengaytirish mexanizmlari tahlil qilindi. Global iqtisodiyotda ta'lim va ilmiy tadqiqotlarning roli hamda universitetlar o'rtasidagi hamkorlikning yangi modellar haqida fikr yuritildi. Avvalambor Bank Moliya akademiyasining 30 yillik nishonasi bilan chin dildan tabriklayman. Ushbu akademiya bilan ko'p yillardan buyon samarali hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Ayniqsa yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish hamda moliya tizimi uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni yetishtirishda hamkorligimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi anjuman davomida universitetimiz jamoasi bilan marketing sohasida samarali foydalanish, iste'molchilar xulq-atvorini chuqur tahlil qilish hamda zamonaviy brend strategiyalarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni taqdim etdik. Shuningdek, tadbir doirasida moliya bank sohasida zamonaviy tendensiyalar, raqamli transformatsiya jarayonlari, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari yuzasidan fikr almashdik. Tadbir doirasida Indoneziya universiteti, Rossiya Federatsiyasidagi Oliy iqtisodiyot maktabining hududiy kampusi va boshqa nufuzli tashkilotlar bilan o'zaro anglashuv memorandumlari va hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu esa akademiyaning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Shahnoza Samandarova, Tohir Abdullayev, Poytaxt. Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti muhandislik sohasida malakali kadrlar